Eron neftni qayta ishlash zavodiga zarba berdi. Isroil yuqori martabali eronlik harbiy ofitserni o'ldirdi. Bu voqealar global energetika va xavfsizlikka jiddiy tahdid solmoqda. Assalomu alaykum. Siz Turfa Kabar kanalidasiz. Eng muhim va dolzarb yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Yaqin Sharqdagi keskinlik juma kuni yanada kuchaydi. Xabarlarga ko'ra, Eron Kuveytdagi Mina al-Ahmadi neftni qayta ishlash zavodiga dron hujumi uyushtirdi. Natijada neftni qayta ishlash zavodining ba'zi uskunalari yonib ketdi. Ayni paytda Isroil Eron hududida o'tkazilgan operatsiya paytida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi askarining o'ldirilganini e'lon qildi. Eron davlat televideniyasining xabar berishicha, o'ldirilgan shaxs korpusning jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Ali Muhammad Nayini bo'lgan. Shu bilan birga energetika bozori ham sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Brent xom neftining narxi keskin ko'tarildi va hozirda $110 atrofida. Mutaxassislar buni global energiya ta'minotidagi eng katta uzilishlardan biri deb atashmoqda. Xom neft va neft mahsulotlari ta'minoti kuniga taxminan 12 million barrelga kamayganligi haqida xabarlar mavjud. Bu global talabning taxminan 12%ni tashkil qiladi. Mutaxassislar urush tez orada tugasa ham vayronagarchilikdan xalos bo'lish uchun bir necha oy yoki hatto yillar kerak bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyat ayniqsa tashvishlidir. Dunyodagi neft va suyultirilgan tabiiy gaz ta'minotining qariyb 20% shu hududdan o'tadi. Agar bu yo'l yopilsa, bu global iqtisodiyotga jiddiy zarba berishi mumkin. Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqlari ham choralar ko'rmoqda. Prezident Donald Trump mamlakatlarni kemalar xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Yaponiya va Kanada Hormuz bo'g'ozidan xavfsiz o'tishni ta'minlash uchun kuchlarni birlashtirishlarini e'lon qilishdi. Biroq Yevropa yetakchilari keskinlikni kamaytirishni qo'llab-quvvatlashlarini aytishmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron xalq huquqiga hurmat ko'rsatish va vaziyatni yumshatish to'g'ri yo'l ekanligini ta'kidladi. Hozirda urush 4 haftadan beri davom etayotganiga qaramay, uning tez tugash ehtimoli juda past deb hisoblanadi. Siz Turfa Kabar kanalini tomosha qildingiz. Eng muhim va shov-shuvli yangiliklar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va kanalni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi yangiliklarda ko'rishguncha